ozdiradigan kokteyllar borligiga ishonarmidinglar? Men masalan ishonmasdim. Koreyada 8 yil yashab, ozdiradigan kokteyl borligiga umuman ishonmaganman. O'zbekistonga borgunimcha, O'zbekistonga borib qarasam, meni o'zimni xolalarim xuddi shu mahsulotlarni ichib ozayotgan ekan. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilib video olyapman. Bitta katta xolam juda ham qattiq semirib ketganlar va sahr kasalligini birinchi stepeniga chiqib qolgan ekanlar. Vrachlar aytgan, siz zudlik bilan ozishingiz kerak deb. Va o'sha xolam qidirib-qidiriblarini xarid qilib, juda ham katta darajaga ozib ketganlar. Juda ham ozg'in chiroyli bo'lib qoldilar hozir. Oldingi va keyingi rasmlarini ko'rgandim. O'z ko'zim bilan ko'rganim uchun o'zim ham o'zimga olib keldim. Koreyaga qaynonam bilan birga ichgan. Qaynonam ham juda ham ko'p semirib ketganlar. Shuning uchun qaynonam ham vrachlari aytgan, ozishing kerak deb. Xolalarimga ishonib va o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun shularni olib keldim va o'zim ham ozroq ozmoqchiman. Shuning uchun bular bilan birgalikda o'zimni rezultatlarimni qo'yib boraman. Agar kim ozmoqchi bo'lsa, shu mahsulotlardan bemalol foydalansanglar bo'ladi, bemalol iste'mol qilsanglar bo'ladi. Ila murojaat qilib va necha kilogramligingizni aytsangiz, sizni kilogramingizga va gormon analizlaringizga qarab sizga shunaqa kokteyllarni nabor qilib yig'ib beradilar. Shuning uchun shu yerda profillarni qoldiraman, bemalol o'tib mahsulotlarni iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bunga o'zim 100% javob beraman. O'z ko'zim bilan ko'rganim uchun bemalol video olyapman. Men shu paytgacha ozdiradigan narsani hech kimga ko'rsatmaganman, chunki o'zim ishonmaganligim uchun, o'z ko'zim bilan ko'rmaganligim uchun boshqalarga tavsiya qilmaganman hech narsani. O'zim O'zbekistonga borib, xolalarim ham shu narsani ichib ozganligini o'z ko'zim bilan ko'rganim uchun sizlarga ham taklif qilmoqchiman. O'zbekistonda juda ham ko'p ayollarimiz semirib ketar ekan, o'z ko'zim bilan ko'rdim shuni. Shuning uchun semirish bu yaxshilikka olib kelmaydi. Semirib ketish ko'plab boshqa kasalliklarga ham olib keladi. Sahr kasalligiga uchrasangiz, sizdan keyingi avlodlaringiz ham sahrga uchrashi mumkin degani. Shuning uchun birinchi bo'lib o'zingizni avaylang, o'zingizni asrasangiz, sizning ham avlodlaringiz inshaalloh sog'lom bo'ladi. Agar ozishda istamoqchi bo'lgan ayol qizlarimiz bo'lsa, bemalol shu kokteyllarda ichib ko'rishinglarni maslahat beraman. O'tib ko'plab ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi.